Qahramonpolsidan 4-5 kilometr o'tgan navbatdagi xonadonimizga keldik. Bu uyimizda 3,5 sotu, 5 ta xona, 3 ta sanuzor. Ko'rayotgan bo'lsangiz, bu yerga bemalol 2 ta mashina sig'adi. Bu yerda mana yozgi oshxona qilib joy qilingan, tayyor ulangan, hammasi tayyor. Bu yerda mana zeleniy zonasi qilib joy qoldirilgan. Bu yerda bizda hojatxona. Bu yerda bizda kichkina podvol bor. Shu xonaning tegi podvol. Bu uyimizga 160 ming so'ralyapti. Ko'ringlar, remontlarni ham yaxshi sifat qilingan, yaxshi narsa chatilgan. Bizda kirushimiz. Yo'ldan boshlasak. Bu bizda zal. Zal ko'rayotgan bo'lsangiz, kattagina. Ranglarni ham yaxshisini tanlashgan. Bizda bu oshxona. Bu bizda eski xona. Burada bizda sanuzor. Burada bizda yotoqxona. Burada bizda yotoqxona. Bu orqada havolanish uchun shunaqa joy qoldirilgan. Bu yerda bizda radiyasiy xona.